hamma yoqda muammo, hamma treyderlarni yo'qotadi, lekin ularga hech kim ish bermaydi. Kimdir bugun hash rate'ni olib boshqa kishiga sotib, masalan, o'rtada foiz qo'ymoqchi bo'lsa, har bitta fazada bizga berib boradi treyderlarimizga va buni sistemasini JP Morgan bankdan olyapmiz. 7 ta fazada 100 million dollar O'zbekistonga kiritish niyatim bor agar qanaqadir qarshiliklarga duch kelmasak. Umuman olganda blockchainni ham, искусственный intellektni ham o'sha zamini bu data center o'sha ma'lumotlarni qurilmalar, o'sha GPU, ASIC bular o'shalar kuch beradi, quvvati o'shanda. O'shalar bo'lmasa hech qaysi ishlamaydi ularni. O'sha uchun biz biznes mindset bilan yurasiz va biznes mindset siz uchun qayerda imkoniyatlar yaxshi bo'lsa, qulay bo'lsa, bu eng asosiy omil. Nima uchun Bahraynda emas? Masalan, sizga mana shunaqa taklif bo'lgan. Nima uchun Bahraynda emas, aynan O'zbekistonda qilishni rejalayapsiz? Oldingi Rocket alt sezonda bo'lmaydi, har xil farqlanadi alt sezon. Abdurahmon aka, mana DeFi kirib keldi, portlab deyapsiz. NFT ni o'ziga xos anaqasi bo'lgan, davri bo'lgan, o'zi umuman kripto sferada shu paytgacha. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi boost qaysi yo'nalishda bo'lishi mumkin? Chunki jim-jimador qilib ko'rsatiladi loyihalar. Lekin ichiga kirsangiz ozgina o'zi shu ayini qo'shgan, tamom. Bu borada o'zingizning mezoningiz qanaqa? Masalan, bitta kripto loyihani real deb baholashingiz uchun eng asosiy 3 ta mezon qanaqa sizda? Men shunday deb o'ylayman, что efir borib birinchi o'ringa chiqadi. Kriptovalyuta bozorida kapitalizatsiya bo'yicha, narx bo'yicha emas, kapitalizatsiya bo'yicha. Ular kimlar? Bu ham ko'p qulay. O'sha boshida boshlagandan beri masalan uni ham ko'raman. Swapsan, Dex deyapsan, qanaqasiga mendan KYC so'raysan? Endi nima qilasan? Okey, oyog'imiz sindi, endi emaklaymiz deganman. Ha, sizda mevliga equity taklif qildi. ham fix loyihalar ishlab chiqariladi. Portugaliya, Bahrayn, Abu Dhabi, O'zbekistonda bo'ladi. Birinchi 4 ta tochkasi. Save my soil. Tamom, pul yo'q, hamma joy yaxmalak.